Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirgi obzorimizda dokumentsiz, pravasiz, nomersiz traktor haydayman degan akalarimiz uchun bo'ladi hozirgi obzorimiz. Videomizda oxirigacha ko'rib borsalaring, mana shu qatordagi turgan hamma traktorlarimizni narxlari hamda obzorini aytib o'tib ketamiz akalar. Birinchi o'rinda 11.05larimizdan boshlaymiz ma'lumot berishdi bilmaganlar uchun. Qisqacha ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Narxlardan boshlaymiz. Narxlari 24.400.000 so'mdan mana shu turishini xarid qilishlaring mumkin akalar. Komplektida faqat orqa frezalari qo'shib beriladi 120 lik. Ma'lumotini bilmaganlar uchun 18 ot kuchli 1 porshilli salarka motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Soatiga 1 litr rasxod qiladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Xo'sh, narxlarini aytib o'tdik. Bu traktorlarimizga ham nomer, prava, dokumentlari shart bo'lmaydi akalar. Bemalol olib haydasalaring bo'laveradi. Keyingi navbatdagisi bu ham 11.05 bo'ladi akalar. Bularga ham dokument, nomer shart emas. Ikkovidan почти bir xil farqi, yangilangan varianti hamda eskilangan varianti bo'ladi. Narxlarda esa 26.500.000 so'm bo'ladi bu yangilangan varianti. Buni ham obzorlarni ko'pchilik ko'rdi, ko'pchilik ko'rgan yo'q. Ko'rmaganlar uchun narxlar biroz ma'lumotini berib o'tib ketaman. Faralari, dinamlari hamda signal datchiklari qo'yilgan hamda insholari ikkitalik qilingani uchun oz-moz farqi bor akalar. Keyin eniga ham nargiga qaraganda bular razmerli bo'ladi. Xohlagan agatlaringga moslab ishlatsalaring bo'ladi. Rollar doimgidek mexanika holatda bo'ladi. Skorslar quyon toshbaqa tezliklari bor. Oldiga 3 ta, orqaga bittalik skorslari mavjud. Bularda ham aytganimdek dokument, nomer, prava shart emas. Undan keyingi kattaroq traktorlarimizga keladigan bo'lsak, bunisi 11.35 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. 30 ot kuchli deyilgan kitobida remelli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Motorlari xo'sh, pasport vilkalarini ko'rsatib o'tib ketaman. 11.35 hamda 2024-yil 10-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi mana pasport vilkasi. Bu traktorlarimiz ham remel bilan harakatlanadi. Bular kattaroq ekan, bularga dokument shart bo'ladimi, kerak emasmi deb so'raganlar uchun bularimizga ham dokument, nomer, prava olish shart emas. Xohlagancha haydasalaring bo'laveradi. Bularga dokument qilinmaydi umuman. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 47 million so'm akalar. Bu traktorlarimiz ham rollari gidravlika, mexanika holatda bo'ladi hamda balonlari 4x4 tortadi. Oldi orqa bemalol tortadi akalar mana. Kardallari o'tgan. Bu traktorlarimizga ham bemalol qishloq xo'jaliklari qo'yilgan. Qo'shimcha apparatlar ulab ishlatsalaring bo'laveradi. Pritsep tortkizib, orqa ko'rinishlari ichki silindrli bo'ladi akalar. Mana ichki qismlari. Torimiz blokировkalari ham qo'yilgan. Rollar mexanika holatda bo'ladi. Narxlarini aytib o'tdik. 47 million so'm oxirgi narxlari bo'ladi. Kanalimizga faqat oxirgi narxlarini chiqarib qo'yamiz akalar. Bundan kami yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi ham narxini aytib o'tib ketaman. Narxi 40 million so'm. Eng oxirgi taqalgan narx akalar. Aytib o'tib ketyapman. Ko'pchilik narx aytmayapsan deydi, ko'pchilik qimmat aytyapsan deydi. Shuning uchun eng oxirgi narxlarni chiqarib qo'yyapmiz akalar. Bunisi ham bundan farqi akalar, motorida farqi bor. Keyin oldi vidushi emas. Motorlari 11.25 motor qo'yilgan bunga, bunisiga esa 11.35 motor qo'yilgan. Bularimiz 22 ot kuchli bo'ladi akalar. Ot kuchi 22. Ko'pchilik buni 25 ot kuchli deyilgan deydi mana. Pasport vitkasiga ham 25 ot kuchli yoziladi. Bunisini ham yili 24-yil 3-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Buni oldi tortmaydi lekin mana. Oldi tortmaydi.